Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qiladilar. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilingan Sunan-i Termiziydan. La takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna va in zalamu zalamna. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Immo kim? Odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan odam. Immo bo'lmanglar. Bunday kishilar agar odamlarga yaxshilik qilsa, biz ham yaxshilik qilamiz deyshadi. Agar odamlar zulm qilsa, biz ham zulm qilamiz deyshadi. Buni o'rniga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilsa, zulmga o'tmaslikka o'zingizlar o'rgatinglar dedi. Tushunalingmi? Ko'pchilik nima qilsa shuni qilaveramiz, biz ham demanglar, musulmon odam immo bo'lmaydi. Tushunalingmi? Yarashadimi, yarashmaydimi, tushadimi, tushmaydimi, cho'ntagi yetadimi, yetmaydimi qilaveradi. Chunki kim qilyapti? Ko'pchilik nima desa biz ham o'shada endi deydi. Shu odam immo bo'ladi. Chunki ko'pchilik aroq ichamiz desa ichib qo'yaveradi. Ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi? Jumaga ham borib qo'yaveradi. Musulmon o'g'il bolalar jo'ralarni orqalardan erchitinglar. Sizlar mo'dan diktovat qilinglar. Chunki sizlarda diniylar bor. Sizlar dinga, oyatga, sunnatga suyanyapsizlar, birodarlar. Bular targ'ib qilayotgan narsa vaqtinchalik narsa. Xo'p, demak, g'ayri dinlarda urf-odatiga ergashib bo'lmas ekan. G'ayri dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? Ulardan nimalardan uzoq bo'lish kerak va nimalarni olish kerak? Oladigan narsalarimiz bor. Mumkin bo'lgan narsalar bor. Foydali ilm, masalan, tabobat, kimya, fizika, texnologiya, ilm fanda yetishgan yutuqlari, hayot uchun kerak bo'lgan foydali ilmlar, buni o'rganishlik kerak, ammo urf-odatlarni olmaslik kerak. Lekin afsus, ayni mana shu ilm fan texnologiyasini olmaydi-da, hozirgilar faqat turmush tarzini, hayotini, to'y kundagi urf-odatlarni olyapti. Va mana shu narsa bilan taraqqiyotga erishishdi deb o'ylayapti odamlar. Taraqqiyotga qachon erishasan? Ularning ilm fanini olib, ulardagi ilm fanda yuksalganingda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Utlubul ilma walau bis-sin." Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar. Xitoyda aqida ilmi, hadis ilmi yo'q. Mushriklarning yurti. U yerda dunyoviy fan bor. Odamlarning kundalik hayotini yengil qiladigan, maishatini bir yengil qiladigan ilm bor. Modomiki harom emasmi shu narsa shariatimizda? Harom emas. Bizga foydasi bormi? Bor. Olishimiz kerak. Biz ularning ilm ma'rifatini, texnologiyasini, fizika, matematika yoki kimyadagi yutuqlarni olamiz, urf-odatlarni emas. Al-hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hikmat, ya'ni ilm, mo'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi. Qayerdan topsa shu ilmni, shuni olishlikka musulmon birinchi haqli odam deyiladi. Qayerdan bo'lsa ham. Adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz, u aytadi: har bir xalqni, har bir ummatni saqofati, ya'ni ilmdagi tajribasi, hayotdagi tajribasi, saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi. Uni olishlik kerak. Endi boshqalarniki ekan deb turib qilmay qo'yish noto'g'ri bo'ladi, chunki asal ari sizni bir marta chaqib olsa, nima? Asalidan voz kechib olasizmi? Yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan bir so'z, har bitta xalqni, har bitta ummatni saqofati, ilmi, ilmiy tajribasi butun bashariyatning mulki hisoblanadi. Odam bolasida ular ham. Ularning ilm fanda yetgan narsasiga bizning ham haqqimiz bor. Olishligimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari birodarlar, ilmni vatani bo'lmaydi. Nima degani bu? Qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi. Musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm, bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi. Xulosa, ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin. Ilm fanda. Ammo axloqda, turmush tarzida emas. Boshqa xalqlarni saqofati olinadi, ilmlari olinadi, ammo odatlari,
turmush tarzi olinmaydi. Ularning turmush tarzi ularni nima qilyapti? Ammo afsus, hozirda musulmonlarning bolalari ayni turmush tarzini olyapti, urf-odatlarni o'rganyapti. Ilm fanini, texnologiyasini, saqofatini olmayapti. Farzandlarni, bolalarni tabiatini aynitadigan narsalardan yana bittasi bu dunyoni zeb-ziynatiga, huzur halovatiga ortiqcha berilishlik, maishatparast bo'lishlik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi: Dunyoni zeb-ziynatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Kiyimlaridan da berilgan. Ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan, ularning kiyim-kechalariga aralashib ketishdan ehtiyot bo'linglar. Bu Umar ibn Xattobning musulmonlarga yozgan maktubi. Shuning uchun ey otalar, qizlarimizga, o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik. Qanaqa kiyim kiyib yuribdi? Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yamanga yuborar ekan shunday deganlar: Iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin. Diqqat qilinglar-da. Muoz ibn Jabalga payg'ambarimiz aytdilar: Dunyoni zeb-ziynatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l. Maishatparast bo'lib ketishdan ehtiyot bo'l. Chunki Allohning bandalari dunyoning zeb-ziynatiga berilmagan bo'ladi. Maishatparast bo'lmaydi. Nima degani bu? Huzur, halovat, qulayliklar, komfort holaydi doim. Bunaqa narsani ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiylanadi hayotda. O'zini ham qiynaydi bunaqa odam, boshqalarni ham qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ikhshawshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddaroq bo'lishga odatlaninglar. Ya'ni yeyishda, ichishda, turmushda, kiyim-kechakda soddaroq bo'linglar, to'poriroq bo'linglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi. Borini shukr qilib yeb ketishlikka o'rgataylik bolalarni. Shu kiymaganda kiyib ketishga o'rgataylik. Injiq qilib yormaylik, po'pilab yormaylik. Bo'ladi-yu, nonushtaga kirib qolasiz, menga ko'k choy olib keling deydi. Menga pamil choy olib keling deydi. Amaki, restoranda zakaz qilasiz. Bu to'ychilik, borini ichib ketavering, bo'lmasa indamay o'tiravering. Ha, endi agar ko'k choy ichsangiz daryoga tushib ketsa, salomatligingiz haqiqatan ko'tarmaydigan bo'lsa, mayli, bunaqalar kam. Yoshlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik. Musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta ishonchingiz ortadi bunga. Chunki bundan bir 20 yil, 30 yil burungi aytilgan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa, odam qiynalib ketasan. O'sha klipini ko'rsangiz, 1 sekundda 4 ta kadr almashadi. Yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor. Shubhasiz. Endi bunaqa musiqa odamning tabiatini, farzandlarning tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi? Birodarlar, musiqani hammasi halol emas. Hammasi harom emas. Muboh bo'lgan o'rinlari bor, lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti. Maktabga ketyapti, naushnik muzika eshitib ketadi. Maktabda o'tirib orqa-orqa quloq tiqib olib muzika eshitib o'tiradi. O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odoblik, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahm shafqat qilishini kutadi. Bolangni o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shu chiga. Bolangni o'y fikri, kiyinishi, yurish-turishi, gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsa? Televizor. Bu alohida mavzu. Televizor tagida modalib o'tiradigan bo'lib qoldik.
Shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini, musulmon farzandlarini vayron qildi, yakson qildi. Yana o'zimiz uyimizga olib kelib qo'ydik bu narsani, birodarlar. Demak, birodarlar, bugun farzand tarbiyasidagi farzandlarni tabiatga tushiradigan 4 ta narsa: yolg'on, o'g'irlik, behayo so'zlarni gapirishlik va tabiatini aynishi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda bu suhbatimizni davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.